Xo'p, demak, boshladik. 36-misoldan boshlaydigan bo'lsak. 36-misolimiz x kub minus 9x kvadrat plus 11x minus 1 teng 0 tenglamaning ildizlari a, b, c musbat sonlar bo'lsin. T teng ildizda a, ildizda b, ildizda c uchun mana shu tengliklarni topishimiz kerak. Ya'ni mana shu ifodalarni topishimiz kerak. A variantini topishimiz, demak, agar viyetni biladigan o'quvchi yoki o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, A variantini topish uchun unga ketadigan vaqt atigi 3 soniya. Chunki viyet teoremasi bo'yicha ildizlar yig'indisi nimaga teng? A plus B plus C ildizlar yig'indisi x kubdan keyingi, ya'ni eng katta darajadan keyingi turgan. Bu yerda demak eng katta darajamiz x kub, demak kubik tenglamaning ildizlar yig'indisi x kvadrat oldidagi demak ifodaning teskari ishora bilan olinishi. Maslarga viyetni qisqacha bu yerda yozib ham ketaman. Demak, viyet bo'yicha biz nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda plus, mana bu yerda minus, mana bu yerda plus, mana bu yerda minus bo'ldi. Mana shunday ko'rinishda plus minus qilib olishimiz kerak. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'sha koeffitsiyentni olmaysiz, minusga plusga ko'paytirib olasiz. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Minus 9 ni minusga ko'paytiradigan bo'lsam, plus 9 ni o'zini olaman. Ildizlar yig'indisi demak 9 ga teng ekan. Ildizlari jufti bilan ko'paytirib oladigan bo'lsam, AB ildizi, AC ildizi, BC ildizi uchalasini yig'indisi demak 11 ni o'ziga teng. Va ildizlar ko'paytmasi, ABC ildizlar ko'paytmasi demak nimaga 1 ga teng bo'lyapti bizda? Minus ishora bilan olishim kerak. Minus 1 ni minus ishora bilan olsam 1 ga teng va ABC ildizlar musbat degan joyidan ham siz uni ko'paytmasi 1 ga teng ekanligini bilsangiz bo'ladi. O'ylaymanki men A shartini tushuntira oldim. Demak, nima qilaman? A plus B plus C ni o'rniga demak qo'yaman 9 ni. ABC ni o'rniga qo'yaman 1 ni. AB, AC, BC uchalasini yig'indisini o'rniga qo'yaman 11 ni. Hammasini qo'shadigan bo'lsam, ya'ni 9, 1 va 11 hammasini qo'shadigan bo'lsak, 20-21 bo'lar ekan. Demak, A variantini ishlash uchun boya aytganimdek 3 soniyada o'zi kifoya bo'lar ekan. Viyetni biladigan bo'lsak, chunki mana buni yozish uchun, endi uni yozishingiz ham shart emas, to'g'ridan to'g'ri o'rniga qo'yish uchun 3 soniya kifoya. 9, 1, 11 ni qo'shish uchun 3 soniya kifoya. Lekin B variantini bilish, demak, aynan milliy sertifikatda o'tirgan paytingizda birdaniga xayolingizga keladigan narsa emas. Agarda olimpiadalarda qatnashib yurgan bo'lsangiz mumkin. Chunki bu qaysidir olimpiadadan olingan savol, xuddi shu savol bor edi. Xo'p, ishlaymiz. B varianti uchun demak bizda T berilgan. Ildizda A, ildizda B, ildizda C uchalasining yig'indisiga teng. Biz mana shu joydan T kvadratni topadigan bo'lsak, A plus B plus C plus 2 demak ildiz ostida A, B plus ildiz ostida B, C plus ildiz ostida A, C. Mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. A, B, C uchalasining yig'indisini o'rniga 9 ni qo'ysam va uni bu yoqqa o'tkazib yuborsam, T kvadrat minus 9 teng 2 ildiz ostida AB, ildiz ostida BC va ildiz ostida AC. Qaranglar, biz hech nima qila olmaymiz. Hozir shu turishda hech nima qila olmaymiz, lekin bitta kalit so'z bor. Nima? T kvadratni e'tibor qilinglar. T kvadratning kvadrati T ni 4-si bo'ladi. T kvadratni 9 ga ko'paytirib, ya'ni kvadratga oshiradigan bo'lsak nima? Minus 18 T kvadrat bo'ladi. Plus yana 81. Demak, biza aynan T ni 4-si minus 18 T kvadratni mana shu yerda turgan ifodani bu tomondagi, ya'ni bir marta kvadratga ko'tarishdan hosil bo'lgan ifodamizni yana qaytadan kvadratga ko'tarish orqali biza anchagina ishimizni yengillashtirsak bo'lar ekan. Faqatgina mana shu joygacha bilaman. Endi bu yog'i endi tavakkal. Ya'ni birdaniga men uni demak yechimini bilmayman. Nima qilaman? Tavakkal uraman. Masalan, milliy sertifikatda o'tirgan bo'lsam tavakkal. Yana bir marta kvadratga ko'tarib ko'raychi. Kvadratga ko'tarib ko'rsam T ni 4-si minus 18 T kvadrat plus 81. Shu joygacha bilishimiz mumkin. Har birimiz shu joygacha bilishimiz mumkin va undan keyin narigi tomonni ham kvadratga oshirsangiz nima hosil bo'ladi? Narigi tomonni ham kvadratga oshirsangiz, demak, 2 ni kvadrati 4 bo'ladi, 4 ko'paytirilgan. Ichkarini kvadratga oshirsak, AB, BC, AC uchalasini yig'indisi menda bu narsa bor. Mana. Demak, bu narsa menda bor. Bu ham muammo emas ekan. Plus
2 ko'paytirilgan, yana 2 ko'paytirilgan. E'tibor qilinglar, 2 ko'paytirilgan. Demak, pastdan yozsam shuni ko'paytirilgan. Bu ikkalasini ko'paytirsam nima hosil bo'ladi? B ko'paytirilgan ildiz ostida A S mi? Yo'q. Mana shuni to'xtatib turaylik. Ildiz ostida A B S ko'paytirilgan B deb yozib turay. A B S ko'paytirilgan B. Mana shunday ko'rinishda bo'lsin. Plus bu bilan buni ko'paytirdim. Bu bilan buni ko'paytiraman endi. Bu bilan buni. Shunda ildiz ostida A B S ko'paytirilgan A deb yozib turaman. Nima uchun A B S deb yozayotganimni hozir izohlayman. Plus yana bu bilan buni ko'paytirdim, bu bilan buni ko'paytirdim. Demak, bu ikkalasini ko'paytirdim. Endi o'rtadagi bilan eng chetdagi. Shu ikkalasini ko'paytirsam, ildiz ostida A B S ko'paytirilgan S qoladi. Mana e'tibor qilinglar ustozlar, men qilayotgan ishim bu yerda menimcha ma'lum ham bo'lib qoldi. Mana bu yerda xavfimiz qolib ketibdi. Demak, t ni 4-chi tursin. -18 t kvadrat tursin. Plus 81 ham tursin hozircha. 4 ko'paytirilgan. Menda ma'lumlarnigina o'rniga qo'yadigan bo'lsam. Mana bu menda ma'lum va u 11 ga teng. Plus 2 ko'paytirilgan. ABC menda ma'lum va u nimaga teng? ABC deganimiz 1 ga teng. O'rniga 1 ni qo'yib ketaman. Unda menda ildizda B, ildizda A plus yana ildizda S qolar ekan. Endi bu nimaga teng ustozlar? Bu demak boyagi boshida belgilaganimiz, ya'ni belgilamadik. Misolni o'zini shartida bor edi, t ga teng ekan. T ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana shuni o'rniga men yana olib borib t ni qo'yaman. Kelinglar, bo'ladimi, o'xshaydimi, o'xshamaydimi bir ko'raylik. Shunda t ni 4-chisi -18 t kvadrat plus 81 teng bo'ladi 44 plus 8 t bo'lar ekan. 8 t ni bu yoqqa o'tkazsam, t ni 4-chisi -18 t kvadrat teng bo'ladi. Demak, minus yana 8 t ham bor. Bu teng bo'ladi 44 ayrilgan 81. Xo'p, qaranglar, 44 ayrilgan 81 bo'lyapti. Bu demak nimaga teng? -37 ga teng. Ya'ni mana buni javobi -37 ekan. O'ylaymanki, bu savol ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Javobimiz -37. Bu ikkalasini ham belgilab qo'yasizlar. Kimlarda 21 va -37 chiqqan bo'lsa, o'sha demak javob bo'lar ekan.